Dada, odamlar uyga noyabrda pechka qurgan. Qor yog'sa pechka quramiz dedingiz-ku. Mana qoram yog'di, pechka quraylik dada. Bu sovuqlar Sibirda oldida yoz. Bu sovuqda o'zimiz o'tib qolmasak o'tib ketadi. Hozir pechka qursak ko'mir, o'tin olish kerak. Biz oilada rasvot qilgan odamga gunoh yoziladi. Chida bolam, chida. Ha, bo'pti dada. O'tib ketar. Uxlab ol o'g'lim. Qorni ochib ketdi o'g'lim, bor tuxum pishir. Olimjon. Olimjon, hazillashma mazga yo'q. Muzlab qoldingmi? O'zim men bemehr otaman. Vaqtida uyimizga pechkani yoqib, isitib qo'ysam bunaqa bo'lmasdi. O'g'lim ham ayasiga tortib, sovuqqa dosh bera olmasdan meni tashlab ketdi. Bo'ldi. Rasxod qilaman gunoh bo'lsa ham. Bolam, seni qatib qolganini ko'rib o'lib qolding deb o'yladim bolam, qo'rqib ketdim. Ammo sen ham ancha-munchaga o'lmaysan. Chunki munchalik mishiqlar ancha-munchaga o'lmaydi. Seni tegirmonga shunday tashlab yuborsam bor, echki qopim bilan chiqasan sen, dada. Bilasiz-ku dada. Dada, ayam qaytib kelding bizga. Aytib keladi-da, ayadan momo qilma. Uyini ayalar bosib ketadi. Мои кайф заработан потом и кровью.